Assalomu alaykum qizlarjonlar. Mana sizlarga yana bitta patsientimizni ko'rsatamiz. Bu qizalog'imiz 8 yoshdalar. Kelgan paytlarida bizga birinchi tashxisini shunaqa shikoyat bilan kelishganki, ikkala yelkaning o'ng yelka balandda, chap yelka pastda holatlari bo'lgan. Bo'yin sohasi umuman bo'yindagi tanaga yopishib qolgan holati kuzatilgan. Bolamizda ikkala oyoqlarda holatlari juda ham X-obrazing moyilligi bo'lgan. Oyoqlarning ikkalasi ichki tarafga bosish holatlari kuzatilgan. Bolamizda mana qorin sohalarida ishgan holat kuzatilgan. Hozirgi holatimizda mana bolajonimizda biz massajlarni 2 oy bo'ldi, yakunladik. Endi bolajonimizdagi holatlarni mana birgalikda sizlar bilan kuzatamiz. Mana aylaningchi qizalog'im. Mana aylaningizlar, mana bolajonimizni ko'ryapsizlar. Holatlari, yelkalari mana tekis holatda. Qorinlarida hech qanaqangi ish holati yo'q. Mana oyoqlarini ichkariga bemalol tashqariga bosyaptilar, ichkariga bosgandilar hamda chizza sohamizda albatta ikkalasi bir-biriga mingan holati bo'lgan edi. Oyog'imizni jut qiling qizim. Mana holatlari ko'rib turibdi. Endi sizlar aytishlar mumkin. Shunday ekanda, shuning uchun ishlar mumkin. Mana bolamizning hozirgi holatini, o'zini yurish poxodkasini kuzatamiz. Qani qizimchi, yuringchi. Yuringchi eshik tarafga. Mana bolamizdagi holati, mana holatlari, mana bolamizdagi poxodkalarini ko'rsak, yelkalarimizda ham tikka holatlari, mana orqa tarafdan ham ko'rishlaring mumkin. Mana tekis kuraklarimizda, oldi tarafdan ham bolamiz xuddi modeler yurish holatlarida bolamizda ravon juda ham chiroyli yurish holatlari kuzatilyapti. Oyijonlari, mana sizga bitta savolim bor. Bolamizda o'zgarish bo'ldimi? Kuzatdingizmi o'zgarish? Kelgan paytlaring bilan hozirgi holatlarda qanday o'zgarish bo'ldi? Birinchi o'zgarish, bo'ylari o'sdi. Mashalloh. Keyin nima? Qaddi qomatlari tik tutyapti. Jicha orqalari egilib, ashnaqaroq yurar edi. Kurak sohalarida chiqqan holat bor edi. Keyin oyoqlarini noto'g'ri tashlayapti, to'g'ri tashlayapti. Keyin nima dedi? Haligi yurayotganda ikkita chizza orasi bir-biriga tegib ketaverardi. Hozir tegmasdan ravon yaxshi yuribdi. Xudoga shukr. Shunaqa bo'ldi. Ikkita kursda shunaqa natijaga yetishdik. Demak, ikkita kursda ham chiroyli natijalar oldik. Natijalar yaxshi. Xursandmiz oyijonlar? Xursandmiz. Hozir mana raqsga boryaptilar. Yana ham yaxshi nima o'zgarishlar bo'lyapti. Inshaalloh. Demak, bolamiz mana turishlari haqiqiy modeler qizlarga o'xshab tikka baravor. Iloyim bu qizalog'imizga chiroyli, xayrli shifosini bergani uchun Allohga hamdlar, shukronalar aytamiz. Mana bolajonimiz keyingi yoshlari katta bo'lganda ham shunaqangi tekis holatlarni kuzatib boramiz. Sog' bo'lsinlar.